15 noyabr Qozog'iston milliy valyutasi kuni. 31 yil avval respublikada tenge yangi hisob birligi sifatida aylanmaga kiritildi. Shundan buyon milliy valyuta katta yo'lni bosib o'tdi. Banknota va tangalarimiz tayyorlanish sifati, dizayni, texnologik novatorlik uchun 20 dan ziyod xalqaro mukofot olindi. O'tgan yili milliy valyutaning 3-shakli, raqamli tenge aylanmaga kiritildi. Uning uchun hozir xalqaro to'lov tizimlari bilan hamkorlikda raqamli kartalar chiqarilyapti. Bu mijozlarning raqamli hisoblari bilan bog'langan dunyodagi birinchi raqamli valyuta. Hozir Qozog'iston Milliy banki raqamli investitsiyaviy tanga loyihasini ishga tushiryapti. Bunday tangalarni dunyoning istalgan nuqtasida, istalgan vaqtda onlayn shaklda sotish mumkin. Qozog'iston Milliy banki va Milliy to'lov korporatsiyasi bugungi bayram doirasida banklararo QR to'lovlar joriy etish bo'yicha pilot loyihani ishga tushirdi. Bu tranzaksiyalarni bir zumda va qulay usulda yuborish imkonini beradi. Birinchi pul o'tkazmasi amalga oshirildi. Respublika moliyaviy tashkilotlarining yagona QR kod tizimiga kiritilishi 2025-yilga mo'ljallangan.